isrof qilmang. Astagfirullah. Yamancham. Ovqatingni oxirigacha yeyishing kerak deb necha marta aytgandim senga. Xo'p, oya. Qo'lga tushding. Televizor ham. Agar ko'rmayotgan bo'lsang, uni o'chirib qo'y. Qo'lga tushdingiz-ku. Chiroqlarni ham. Agar foydalanmayotgan bo'lsangiz, uni ham o'chirib qo'ying. Bekor yonib turmasin. Suvni ham. Kecha uni o'chirmabsan. Suv toshib ketay dedi. Nima? Ko'rdingizmi? Men emas, sen o'chirmaganding. Isrof qildingiz. Sen. Bunaqada isrofgar banda bo'lib qolasiz. Isrof qilguvchilar esa shaytonning do'stlaridir. Astagfirullah. Kechiring, oyijon. Akajon, oyimga nima bo'ldi ekan? Juda xafa ko'rinadi. Albatta xafa bo'ladi. Kecha hammomda suv toshib ketgan. Chunki sen jo'mrakni birashni unutganding. O'zingiz ham chiroqni o'chirishni unutdingiz-ku? To'g'rimi? Siz ham isrof qildingiz. Kel, endi hech qachon isrof qilmaymiz. Bo'ptimi? Bo'pti. Kelishdik. Suvni kim o'chirdi? Ko'zlarim achishib ketdi. Suvni yo'q, chidolmayman. Ay! Suvni isrof qilmang. Uni tejab ishlating. Bu ko'p. Mana hozir. Yetadi. Akajon, bu ishingiz noto'g'ri. Bo'ldi. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Nussa, Rara. Isrof haqida gapirganimda buni nazarda tutmagandim. Siz noto'g'ri qilyapsiz va o'zingizni qiynayapsiz. O'zimizni qiynayapmizmi? Qanaqasiga, oyijon? Isrof qilish deb o'zimizga keragidan ortig'ini sarf qilishga aytiladi. Boshqalarga mashaqqat tug'dirishga emas. Antaga qarang, uni ovqatini kamaytirib, bechorani qiynab qo'ydingiz. Kechir Anta, xafa bo'lma. Seni yaxshi ko'raman. Bizga eslatganingiz uchun rahmat oyijon. Inshaalloh endi hech narsani isrof qilmaymiz. Alhamdulillah. Endi isrofgar bo'lmaslikka ahd qilganingiz uchun kundalik pullaringizni kamaytiraman. Boshqalarni ham o'ylab, biror nimadan hamisha faqat o'zingizga keragini ishlating va hech qachon isrof qilmang. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.